Assalomu alaykum. Demak, sizlar bilan vodorod sulfid haqida yoki sulfid kislotani tuzlari haqida birozgina gaplashib o'tamiz. Demak, vodorod sulfidning olinishi tezda reaksiyalarga ham o'tib ketaylik. Negadir vaqtlari ko'payib ketyapti videolarni, shuning uchun iloji boricha kamaytirish maqsadida tezroq gapiraman va o'ylaymanki, siz ham tez javob beryapsiz. Agar videoni ko'rish mobaynida o'sha berilayotgan savollarga yoki reaksiya mahsulotini yozmasdan oldin siz aytayotgan bo'lsangiz, o'ylashimcha ancha tezroq javob beryapsiz. Demak, vodorod sulfidning olinishi eng mashhur reaksiyasi vodorodga oltin gugurt qo'shiq. Bu reaksiyadan siz bilasiz, yagona mahsulot vodorod sulfid hosil bo'ladi. Endi keyingisi metallar bilan, aniqrog'i metal sulfidlarni o'zi, ayrim metal sulfidlar bor, siz bu haqida bilsangiz kerak. Ular suvda gidrolizdan ketadi. Suvda gidrolizlanishi natijasida nima hosil bo'ladi? Alyuminiy gidroksid cho'kmaga tushadi va vodorod sulfid hosil bo'ladi. Endi bundan tashqari bunga yana misol tariqasida adashmasam temir 3 valentlisi kirardi. Xromni 3 valentlisi kirardi va yana nimadir kirsa izoh yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'zingiz uchun albatta foydali. Bundan tashqari sulfidlarni ayrimlari kislotalarda eriydi va ana shu kislotada eriydigan sulfidlarga birorta kislota, misol uchun xlorid kislota ta'sir ettiradi. Bunda hosil bo'ladi temir 2 xlorid va vodorod sulfid hosil bo'ladi. Endi kislotada erimaydigan, adashmasam Samarqand milliy sertifikat to'plamida yozilganda misk sulfid berilgan. Misk sulfid kislotada erimaydi deb ketilgan, ya'ni misk sulfidni xlorid kislota bilan reaksiyasi bormaydi. Menimcha qizdirilganda borsa kerakki, odatiy sharoitda menimcha bormaydi. Balki qizdirilganda ham bormas, bu haqida to'g'risi hali bir qidirib ko'rganim yo'q. Shunchaki sertifikat ishlaganlar uchun qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib ketyapman, sertifikat to'plamida ishlaganlar uchun. Va bundan tashqari ba'zi bir metallarni, o'rta faol metallarni yoki faol metallarni, natriylarni sulfat kislotalari bilan reaksiyalardan ham demak har xil konsentratsiyali sulfat kislotalarining reaksiyasidan demak vodorod sulfidan hosil bo'lishi mumkin ekan. Sulfat chiqadi va suv. Endi kimyo xossalarga o'tib ketamiz. Hop, kimyoviy xossalari. Birinchi navbatda vodorod sulfidni o'zini suvda eritsak, bilasizlar, sulfid kislota hosil bo'ladi va bu sulfid kislota ishqorlar bilan ikki xil reaksiyaga kirishadi. Ya'ni ikki negizli bo'lgani uchun yo bitta vodorodni metal atom bilan almashtirishi mumkin yoki ikkitasini metal atom bilan almashtirishi mumkin. Agar metal 1 mol bo'ladigan bo'lsa, ya'ni metal gidroksid 1 mol bo'ladigan bo'lsa, nordon tuz hosil bo'ladi. Agar metal gidroksidimiz 2 mol bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yetarli miqdorda bo'ladigan bo'lsa, unda o'rta tuz hosil bo'ladi. Endi bundan tashqari yonish reaksiyalari ham bor edi. Biz uni oldingi videolarimizda ko'rdik. Mayli, hozir yana bir ko'rib ketamiz. Demak, vodorod sulfidni o'zini reaksiyasi mana bu yerga yozaylik. Vodorod sulfidni o'zini kislorod bilan reaksiyasi kam miqdorda bo'lishi mumkin, ko'p miqdorda bo'lishi mumkin. Demak, kamidan bilasizlar oltin gugurt hosil bo'ladi, ya'ni oltin gugurt yonishiga kislorod yetmay qoladi va suv hosil bo'ladi. Ko'pidan mana shu oltin gugurt o'zi ham yonib besoyki hosil qiladi va suv hosil bo'ladi. Bundan tashqari vodorod sulfidga oltin gugurt 4 oksidni qo'shsak bo'ladi. Shunda oltin gugurtni o'zi hosil bo'ladi va suv hosil bo'ladi va mana shu reaksiyaga yaqin
reaksiyani ham ko'rgan edik. Vodorod sulfid bilan demak sulfid kislotani reaksiyasi. Bundan ham oltin gugurt bilan suv hosil bo'ladi ekan. Endi vodorod sulfidni o'zini sulfat kislota bilan reaksiyasi natijasida bu reaksiyani ham oldingi oltin gugurt haqidagi videomizda ko'rib o'tgan edik. Oltin gugurt hosil bo'ladi, SO2 hosil bo'ladi va suv hosil bo'ladi. Qaysi oltin gugurt qanday holatga o'tishini oldingi videomizda aytib o'tgan edik. Endi birorta oksidlovchi bilan reaksiyasi vodorod sulfidni bilamiz, faqat qaytaruvchi bo'la olishini, sharoitga qarab oksidlovchi bo'lishi mumkin. Oltin gugurtga nisbatan oladigan bo'lsak, oltin gugurt faqat qaytaruvchi bo'la oladi. Qaysi reaksiyada vodorod sulfid oksidlovchi bo'ladi, uni ham marhamat izohda yozib qoldirishingiz mumkin. Nima uchun aynan izohda deyapman? Telegramdagi izoh bo'lishi mumkin, YouTube'dagi farqi yo'q. O'z uchun foydali bo'ladi. Ya'ni odatda men savol javob qilsam o'quvchilar qanaqadir qo'limdan kelgancha yoki topganimcha qiziqarli savol berishga harakat qilaman. O'zi bir izlanib ko'rsin deb. Sizga ham shu gap, qaysi reaksiyada vodorod sulfid oksidlovchi bo'ladi, uni yozib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, endi vodorod sulfidni birorta oksidlovchi bilan, ya'ni eng ko'p tarqalgan, misol uchun vodorod sulfidni nitrat kislota bilan konsentrlangan holatda reaksiyasidan sulfat kislota chiqadi. Endi konsentrlangan bo'lsa azot to'roksid chiqadi, suyultirilgan bo'lsa azot ikkisi chiqadi yoki boshqa mahsulotlar chiqsa ham o'zi sizga aytadi, ya'ni mahsulotni aytadi odatda. Aytadi deganda yozib qo'yadi deyapman. Endi boshqa oksidlovchilar bilan reaksiyasi, misol uchun kaliy permanganat yoki kaliy dixromat, o'sha oksidlovchilar bilan birgalikda har xil sulfat kislotali, ya'ni kislotali muhitda bo'lishi mumkin yoki ishqoriy muhitda yoki neytral muhitda oksidlanishi mumkin. Har xil. Bu yoqda eng ko'p tarqalgani kislotali muhitdagisini yozib qo'ya qolaman. Qolganini marhamat o'zingiz yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu albatta siz uchun foydali bo'ladi. Xato yoki to'g'riligini men o'zim qo'limdan kelguncha, vaqtim yetguncha o'qib aytib ketaman. Marganis 2 sulfat chiqadi va suv hosil bo'ladi. Endi shu joyda oltin gugurt 2- iyoni, ya'ni sulfid anioni uchun reaktivlarni aytadigan bo'lsak, bu uchun reaktivlar qo'rg'oshin bo'lishi mumkin. Qo'rg'oshin 2 sulfid, buni rangi qanaqaligi esingizda bo'lsa kerak. Va rux sulfid, mis 2 sulfidni olaylik. Mis 2 sulfid bo'lishi mumkin, bu ham cho'kma. Mis 2 yoki qo'rg'oshin 2 sulfidi bo'lishi mumkin. Xo'p, mis 2 sulfid qora rangda edi. Xo'p, qo'rg'oshin 2 sulfid adashmasam bu ham qora rangda edi. Endi ba'zi bir sulfidlar uchun reaksiyalarni ham ko'rib ketaylik. Muhim bir reaksiyalardan biri, misol uchun yerdan qazib olinadigan mis 1 sulfidni o'zi kislorodda yonsa nima bo'lardi? Mis nechiligi chiqadi? Oksid chiqishini bilamiz, mis 1 oksid chiqadi. Menimcha bu yerda oz miqdorda kislorod yoki qandaydir sharoitlar to'g'rilanyapti. Mis 2ligi chiqishi ham mumkin. Ya'ni har xilda oksidlovchi kuchliroq bo'lgan kislorod oltin gugurt to'roksid chiqadi. Ya'ni har holda mis 1 oksid hosil bo'ladi deyilgan. Va mana shu mis 1 oksidni o'zi mis 2 sulfidni ortiqchasi bilan yana reaksiyaga kirishadi. Va natijada nima hosil bo'lardi? Mis va oltin gugurt 4 oksid hosil bo'lar edi. Bu misni olinish reaksiyasida bor. Endi bundan tashqari piridga ham bir to'xtalib o'tadigan bo'lsak, piridni o'zi ko'proq yonish reaksiyasi tushib qolishi mumkin. Bilamiz, piridni yonishidan temir 3 oksid chiqadi va oltin gugurt 4 oksid chiqadi.
Bundan tashqari piritni o'ziga turli xil oksidlovchilarni ta'siri ham bor. Misol uchun piritni o'ziga masalada o'zi aytadi sizga nima mahsulot chiqishini. Nitrat kislotani reaksiyasi konsentrlangan bo'lsa, odatda kuchliroq oksidlovchilar kelsa, temir uch holatiga tezda o'tib ketadi. Shu joyga hushyor bo'ling, aynan temirda biroz murakkablik bor. Temir ikki tuzlar parchalansa ham 3 ga o'tib qoladi. Sulfat kislota hosil bo'ladi. Endi konsentrlangan deganimiz uchun azot peroksid chiqadi va suv hosil bo'ladi. Va bundan tashqari yana bitta reaksiya bor edi, uni ham yozib qo'yaylik. Qo'rg'oshin 2 sulfitga ozonni reaksiyasidan qo'rg'oshin 2 sulfat va kislorod hosil bo'ladi. Endi bu ozon uchun sifat reaksiyasi deb olsak bo'ladi. Bu 1, kislorodni olinish reaksiyasiga misol bo'lishi mumkin bu 2 va bu yerda biz cho'kmalarning rangini yaxshiroq yo'llab qolishimiz mumkin. Qo'rg'oshin 2 sulfat qora rangda, qo'rg'oshin 2 sulfat sariq rangda edi. Va bu yoqda mana ko'ryapsizlar, har bitta modda uchun yetarli ma'lumotni olsa bo'lar ekan. Xo'p, shunaqa gap do'stlar, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Agar qanaqadir ma'lumot qolib ketsa, Telegramda aynan mana shu faylni izohiga men o'zim tashlab qo'yaman. Bundan oldingi videoyimizda oltin gugurt haqida videoda xrom 6 oksid bilan oltin gugurtni reaksiyasi qolib ketgan ekan. Bundan bilasizlar, chiqadi oltin gugurt 4 oksid va xrom 3 oksid chiqadi. Mana shu qolib ketgan ekan. Buni izohga tashlab qo'ydim. Xo'p, shunaqa gap do'stlar, sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.